hozir universitetning ichiga Xitoy oshxonalarini bu yerda ichida buddistlarning sig'inadigan joyi ham bor. Bu universitetning ichi. Bu yerda qoralar ham bor. Asosan bu yerda darsdan chiqib dastavka bilan shug'ullanadi ko'pchilik. Hammasi afrikaliklar ham ko'p. Bu yerda sahna tashqarida. Bu yer yotoqxona. Bu Xitoy oshxona. Sal nariroqda Vyetnam oshxonasi bor. Yotoqxona bu yerda. O'rmon boshlanib ketadi. Hozir adres ko'rib qoldim. Adres aytish qanchalar qiyin. Miklukhuwa Maklaya degan adres ekan. Bu yoqda kafe bor, o'zimizga. Ruslarniki. Bu yoq o'rmon.